Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana navbatdagi persepimiz, zakaz persepimiz tayyor bo'ldi. Buning razmeri 2.30 ga 1.30. Ramalari shivillir, devorlari qalin lis, profillari 2.1lik. Bort 40 cm, rishotkasi 70 cm, poldan 1.10. Yangi balonlardagi berdik mana. Kobalt tupisi, yangi kobalt tupisi, yangi balonlar qo'yib berdik. Taglari 76lik Bravo turbo mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda baquvvat qilib yasalgan. Risollar ham 7 ta qo'yilgan. Traktor persep risoldan qo'yilgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Traktor persep risollarda Bravo turbo taglari 76lik. Ramalari shivillir. 6.5 ga 3.5 shivillirdan qo'yilgan. Juda baquvvat qilib mana ko'rishlaringiz mumkin. Usilenni qilib yasalgan. 2 tonnagacha bemalol yuk ko'taradi akalar. Oldi qismi ochiladigan bo'ldi mana. Oldi qismi ochiladigan. 1 tonna 600 lik qalin zamoqlari bilan qilib berdik. Zanjirlari ichida bo'ladi. Xohlasalar sharoy qilib beramiz. Buni shu turishga kelishganmiz. Mana bu yerda ikkita mosligimiz ham bor. Ikkita mosligimiz 260 ga 150. Ikkita moslik, ramalari shivillir. Taglari 76 lik Bravo turbo mana. Usilenni qilib yasalgan. 3 tonnagacha bemalol yukni oladi. Bemalol bosaveradi. Bort 40 cm, rishotkasi 70, poldan 1.10. Usilenni qilib yasalgan. Yangi pokurishkalarda mana, yangi stupistalarda bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Usilenni qilib yasalgan, juda baquvvat qilib yasalgan. Ramalari shivillir. 6.5 ga 3.5 shivillirlarda juda baquvvat qilib yasalgan. Bort atsinkoy. 1 tonna 600 lik qalin zamoqdan xohlasalar sharoy qilib beramiz. Bemalol. Kimga shunday perseplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Ekranda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Shunday baquvvat perseplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tanlovda adashmanglar, xudo xolasa.